Yuzimga tabassum ulashgan topishmoqlarni sizga ham yo'llamoqchiman. Men she'riy tarzda o'qib beraman va javobini o'zingiz aytib turasiz. Qani ketdik bo'lmasa. Qur'onni qilib guvoh dedilar Rasululloh, yerlar u osmonlarni yaratgan yolg'iz. Har yerda-yu har ishda, saramjonu sarishta, savobingu gunohing yozar ikki. Kitoblarga sultondir, ma'nolarga u kondir, jannatda ham o'qilur uning nomi. Osmondan olib xabar, olamga bo'lib rahbar, haq yo'lga boshladilar barchani ul. Atrof to'la alomat, hech kim qolmas salomat, hushyor bo'lgin ey do'stim, yaqin qoldi. Farovonlik, omonlik Allohimdan bu haqdir, yaxshilik u yomonlik Alloh bitgan ul taqdir. Menimcha barcha topishmoqlarning javobini topdingiz degan umiddaman. Kommentariyaga ham yozib qo'yasiz. Ey birodarim, boshqalarga ham ulashib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin sizdan.